Dadam kelishyapti hozir. Ko'ringlar videoni. Dada, assalomu alaykum. Keldingizmi? Dada, sizni kutayotgandim. Mana bu $100 ushlang. Nega? Xo'p, ushlab turing. O'rtog'ingizning ahvollari ancha yaxshi bo'lib qoldimi? Farovon klinikaga MSKda 160 kesmali apparat kelgan. O'shanga olib borib ko'rsatmaymizmi? Bitta olib borib ko'rsataylik. U hamma joyga bir vaqtda o'zi analiz qiladi. Yurak va qon tomirlari tekshirish, miya kasalliklari va insult, o'pka kasalliklari, travma, avariyadan keyingi jarohatlar, suyak yemirilishi, onkologik kabi kasalliklarni tez va oson aniqlab beradi. Agar xo'p desiz, shu yerga olib boramiz. Qayerda bu? Farg'onada Farovon klinikasi ko'pchilik biladi. Mana odamlar hozirdan o'sha odamlar bilib, ochilibda turib, navbat olib kirib o'zlarini tekshirtirishyapti. O'rtog'ingizni ham o'sha yerga olib boraylik dedi. Nomerlarni ham qoldiraman, mabodo sizlarga ham xuddi shunaqa kasalliklar bo'yicha ma'lumotlar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Farovon klinikaga murojaat qiling, premium klinika. Adada bunga kelsak, bu $100 olasiz. O'rtog'ingizni olib, Farovonga olib kirib, agar bizning nomimizdan kirsanglar, bonuslar anchagina bor. Bu pulga maza qilib kafeda o'tirib, mana ro'zadan keyin maza qilib kelasizlar. Farovon klinikani tavsiya qilasizmi? Albatta.